Ey o'g'il o'qigil ushbu xatimni, bejavob qoldirma nasihatimni. Xudo kalomiga ehtirom ayla, Majid hofizang ichra avayla. Uyingni har burchi kalomga to'lsin, Bismillah deginu falaklar kulsin. Unutma bu ishni, tark etma har on, Osib qo'yish uchun kelmagan Qur'on. Qadimda sovchilar solishsa og'iz, Kalomni tekshirib so'rarkanlar qiz. Uy uchun sanalmish eng go'zal odob, Titilgan joy namoz, eskirgan kitob.